Nihoyat qishloqqa yetib keldim. Tak, sekin-sekin urib yubormaslik kerak. Mashinam zo'rda, judayam tez yuradi va drift qilsa bo'ladi. Ha, bo'ldi tak sekin. Ajoyib, judayam charchadim shaharda. Afsus, dadam meni ushlab qolmadi baribir ham tak. Kimnidir ko'rdimmi? Hammaga salom, sizlar bilan men Drix va yangi videoga xush kelibsizlar. Hozir yana katta uy yonida kimdir o'tganday bo'ldi. Yemirmi? Salom janob mer. Salom Drix, eshiging ochiq qolibdi. Ha, ko'rdim. Bekor ochiq qoldirdimmi deb o'ylayman. Ha, bizning qishloqda o'g'rilar yo'q. Xavotir olma. Mana, nima? Axir hozirgina keldim. Charchaganman yo'ldan. Yo'q, bilmayman hech narsani. Lekin Nursin, kelganimdan birdaniga fermalarga qarayman degandim. Shuni mer eslab qolgan va mana kelganimdan birdaniga qara deyapti. Tak, mayli. Ketmonni qo'limga olib bo'ldim. Mashinadan kalitni olmoqchi edim. Hamma yoq loy bo'lib ketadi hozir. Bo'ldi. Tak, kartoshkalarni hozir terib bo'lsam bo'lganda, mer ham qo'ymas ekanda. Fermani albatta yoqtiraman, lekin Jinus axir kech bo'lib qoldi soat. Ham bir 9:10 bo'lgandir. Albatta unchalik ham kech emas, ammo tasavvur qilinglar, kuni bilan shaharda yurdim. Prichom qishloqning ishlari bo'yicha judayam uyqum kelyapti. Hattoki nima deyishni ham bilmayman do'stlar. Umuman videoda gapiradigan gap qolmadi. Shunchaki shaharda kuni bilan yurishimga to'g'ri keldi. Mayli. Ega qolay tezroq. Asosiysi mashinadan kalitni olib qo'yishni unutmaslik. Qo'limni yuvaman-da, birdaniga kalitni olib qo'yaman. Tak, yaxshi. Mana bularni ekamiz va bo'ldi. Yaxshi. Afsus, dadam meni olib qolmadi. Yoniga borib judayam ko'p yolvorib so'radim. Bo'ldi, xatolarimni tushundim. Meni olib qoling dedi, lekin yo'q. Hatto dadamni tushunsa ham bo'ladi. Agar men ham shunaqangi o'zimga o'xshagan o'g'lim bo'lganda, bilmadim, yetimxonaga topshirib yuborgan bo'lardim katta ehtimol bilan. Chunki men judayam yomonman. Ha, bo'ldi, mana bularni ham terib olamiz. Ish ham ozgina qoldi. Keyin maza qilib dam olsam bo'ladi. Qanchalik charchaganimni tasavvur ham qilmaysizlar. Hozir shunchaki qanday yurganimni ham bilmayman. Tak, kartoshkalarni terib oldimmi? Stop, axir bir necha soniya avval tushgan edim. Bu yoqqa ham tushamiz. Yaxshi. Nima qilganimni ham unutib qo'yapman. Ha, mayli. Davay, hammasini hozir ekib chiqamiz. Bo'la qol, tezroq Drix. Aks holda hozir uxlab qolishing mumkin fermani ustida. Bu esa umuman yaxshi variant emas. Davay, hammasini hozir ekib bo'lsam. Do'stlar, agar sizlarni ham meni ko'raverib uyqungiz kelib qolgan bo'lsa, kommentariyalarda like qoldiringlar va kanalga video bosinglar. Aniqroq videoga like bosib, videoga adashib ketyapman. Ha, mayli. Janob mer, hammasi bitdi. Hammani olishingiz mumkin. Yaxshi, ketaver endi. Uxlashing mumkin, Drix. Bemalol, toza vijdon bilan. Mayli, janob jitel, mana ketmoningizni ham oling. Do'stlar, boshqa chiday olmayman. Hozir tezroq bormasam yiqilib tushishim aniq. Hattoki yuvinishga ham vaqtim yo'q. Mashina ham qochib ketmaydi, turib tura qolar. Nihoyat kravatimdaman. Ajoyib. Ertasi kuni ertalab. Mazza qilib uxladim. Hamma obunachilarga salom va men shunchaki ishni boshlashga tayyorman. Axir kecha ishni bitirgandim. Bugun demak yana dam olsam bo'ladi. Xo'sh. Mashina ichidan takso mashinamni orqa tarafga qo'yganmidim. Menimcha oldi. Yo'q, mashinam qani? Tushunmadim. Nahotki mashinam yo'q nimaga bu yerga chiqdim? Mashinam sig'mas edi axir bu yoqqa. Hoy, mashina qayoqqa ketdi? Mashina, tushunursiz, mashinamni qayerdan topaman? Mer, mashinam, janob mer. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Mashinam yo'qoldi. Ha, bilmasam qayerdan topamiz? Men ham hayronman. Qishloqdan qidirib ko'raychi. Jinursan, o'ylash kerak. Qayoqda bo'lishi mumkin? Mashinamni kim olib ketdi ekan? Axir kalitni olmagandim kecha. Jinursan, endi nima qilaman axir? Drix. Nima? Mana buni olda, menga daraxt chopib kel biror yerdan. Qancha? Bitta katta qora daraxtni chopsang bo'lgani, qolganini keyin aytaman. Mayli. Meni mashinam yo'qoldi. Har qalay, balki bugun dam olsam ham bo'lardi mashina qidirish uchun. Mayli, janob mer aytdim, demak qilishimiz kerak. Agar qilmasak biz qanaqangi yaxshi qishloq yashovchi, qishloq aholisi bo'lamiz, bilmadim, chunki men odamman, jitel emas. O'zimni qanday atasam ekan? Qishloqda yaxshi o'ynaydigan, hamma qonunlariga bo'ysunadigan, bilmadim, faxriy qishloq bo'lsam kerak. Amerikanskiy kinolarda aytishadi-ku, bizning zavodimizni faxriy ishchisi yoki bizning brendni faxriy targ'ibotchisi va shunga o'xshash. Biz esa do'stlar, qishloqda hamma ishni qiladigan
nima desam ekan, mardikormiz. Ha, chunki biz hattoki fermalar bilan ham shug'ullanamiz, daraxtlar ham chopamiz, mashinani ham yo'qotamiz va hozir uni qidirishimizga to'g'ri keladi. Bu degani esa endi men kim bo'ldim? Tergovchi, stopar, detektiv, bilmadim. Kommentariyda o'z variantingizni yozib qoldiringlar. Xo'sh, qani daraxtni ham chopib bo'ldik va yana 18, 19, 20, 20 dan ko'pligi aniq. Hozir pastga tushganlarni ham olishimiz kerak. Opa, qabriston bor ekanmi? Ha, endi men bu yerda qo'rqyapman, ayniqsa orqamni o'girishga qabriston tarafga. Xo'sh, ekib qo'yamiz va bo'ldi. Toza vijdon bilan qishloqqa qaytishimiz mumkin, chunki biz qishloqning faxriy qishloqchisiz. Xuddi shunday. Agar jitellar shaharga ko'chib borsa qanday bo'ladi? Faxriy shaharlik? Qiziq do'stlar, agarda Tojikistonga ko'chib borsa-chi, unda qanday faxriy tojik bo'ladi? O'ylab ko'rish kerak bularning hammasi haqida. Qozog'istonga ko'chib borsa-chi? Yoki umuman Yevropaga, Germaniyaga faxriy Gitler nima? Direkt anavi katta uyda yashaydigan jitel bor-ku. O'shani kamerasi bor. Rostdan ham. Ha, o'sha yerga borib qarashim mumkin. Janob mer mana haqiqiy ideyani berdi. Bekorga qishloq meri emas, juda ham aqlli. Hoy, jitel, oq kiyimli jitel chiqa qolsang-chi? Men Drixman, men ham oq kiyimliman va hech qanaqangi klan a'zosi emasman, ammo baribir ham oq kiyimdaman. Hoy, mana do'stlar, rostdan ham oq kiyimdaman. Nimaga ochmayapti? Jitel, oq kiyimdaman. Oq kiyimdasan. Ha, Drix senmisan? Ha, xo'sh, menga yordam berasanmi? Meni shunchaki mashinamni o'g'irlab ketishdi va kamerangdan yozuvlarni ko'rsak yaxshi bo'lardi. Vaqtim yo'q, kameram ishlamayotgan edi. Ishlamayotgan edi? Ha. Afsus, balki qandaydir ko'rsa bo'lar, avvalmi, balki uyimni oldida yopib ketdimi? Gapirmasdammi? Ha, unchalik ham gaplashishni yoqtirmaydigan jitelga o'xshaydi. Ha, endi qanaqasiga mashinamni topaman, jin ursin. Kim biladi do'stlar, endi nima? Ko'rdinglarmi, meni kuzatayotganmidi yoki tasodifan? Stop do'stlar. Bu meni qanaqadir shubhalanishga majbur qilyapti. Xo'sh, o'zimizdan detektiv yoqib olamiz va birinchi navbatda shu jitelni kuzatamiz. Axir aytgancha kecha kelgan vaqtimda uyqusirab eslab ham qolmaganman. Jishin ursin, mana shu jitel edi. Balki o'sha o'g'irlagandir. Yo-moyo, uyni ham tekshirib ko'ra olmaymiz, chunki umuman uydan chiqmaydigan juda ham g'alati jitel sizlarga aytsam, faqat uyda o'tiradi. Uy qizi dedi-ku, xuddi mana shu jitelni aytishgan shu gap bilan. Yo-moyo, qani merning yoniga boraylikchi, balki Joel maslahat bera olar. Xo'sh, qani uydami kim mer? Janob mer, xo'sh, ana u jitel menga kamerani bermayapti. Yo'q, ishlamayapti deyapti. Bekorni aytibdi, har doim ishlaydi. Har doim ishlaydi? Ha. Yo'q, men o'zim nazorat qilaman. Shunaqami? Bo'ldi, katta rahmat, tushundim. Nima, yordam kerakmi? Yo'q, o'zim eplayman. Merdan so'rashimiz mumkin edi, lekin o'zimiz bu ishni ochsak, menimcha qiziqroq bo'ladi va rostdan ham bu yerda bir gap bor shekilli. Hozir bu jitel bizdan ko'radi. Biz shunchaki bu jitelni sirlarini ochib tashlaymiz, lekin uyda o'tiravergani yomon. Xo'sh, soat 11 bo'libdi. Kechroq bo'lganda balki uxlab qolsa, uydan chiqdim, nima? Bu jitel uydan ham chiqadimi hali? Yo-moyo, do'stlar, men borganda hattoki ostona hatlab o'tmagandi, hozir esa rosa tak ketib qoldi. Yo do'stlar, bu yerda bir gap borligiga endi 199% aminman. Xo'sh, bitta dalil topsak 200% bo'ladi. Bu yerda hech narsa yo'q, bo'm-bo'sh divan, televizor ko'rish mumkin. Tak, bu yerda stol, deraza, yo-moyo, ikkinchi qavat. Axir bizni ikkinchi qavatdan kuzatgandi boya. Opa, kompyuter bor ekan, qani ko'raylikchi. Xo'sh, qani. Tak, stop do'stlar. Buni qaranglar, kamera rostdan ham ishlayotgan ekan, lekin kecha ishlamagan. Buni qaranglar. Stop yozuvlar o'chirilgan. Nima? Bu yerdan sizlarga ko'rinmayotganligi aniq, chunki sizlar Minecraftni shunchaki tomosha qilyapsizlar. Men esa o'ynayapman va men bilishim aniq. Bu jitel. Tak, qani narsalarni ko'raylikchi va axir bu meni kalitim, mashinam kaliti. Do'stlar, buni qaranglar. Ana endi qo'lga tushdi, lekin dalillarni olmaymiz biz. Mashinani qayerda qo'yganini bilishimiz kerak. Chunki aytish mumkin, axir o'zing uyqusirab yurib tushirib qo'ygandirsan. Men topib oldim. Qayerdan bilay senikiligini deb. Chunki men filmlarda ko'rganman. Agar dalillarni birdaniga ochib qo'ysa, ana shunday bo'lishi aniq va biz aqlliroqmiz va kutamiz. Shunchaki kutamiz. Tak, stop. Jitel boya qayoqqa ketdi? Biz ham kuzatib borsak-chi? Orqasidan kuzatish yaxshi ideya. Lekin rostdan ham topib bo'lgan bo'lsa-chi, jitelning aybi bo'lmasa-chi? O'sayaptimi? Opa, yana chiqib ketdimi? Bir kunda 2 marta. Xo'sh, yaxshi do'stlar, qani birinchi boy borgan joyiga boraylikchi. Qani nima bor ekan u yerda? Qayoqqa ketganini taxminan bilaman.
Xo'sh, mana bu yerdagi o'rmonzorga bordi. Mana o'sha tarafda chuqur bor edi. Mana shu yerdan birdaniga kirib ketdi. Hozir ko'ramiz. Qani mana o'sha chuqur va chuqur orqasini ko'rish kerak. Balki o'g'irlik bilan daraxt chopib yurgandir, ha? Shunday bo'lishi ham mumkin do'stlar. Chunki ko'p hollarda shunday qilishadi jitellar va qani kelinglarchi hozir tekshirib ko'ramiz. Qaysi agar mashinani o'g'irlagan bo'lsa ham shu yoqqa yashirmasa kerak, ha? Nima deb o'ylaysizlar? Bu yerda mashina yashiradigan joy ham yo'q. Mana bu eski uy bor xolos va atrof botqoqlik. Stop. Tak, mana bu yana nima bo'ldi? Qanaqadir qora dumaloq narsami do'stlar? Minecraftda dumaloq narsa. Tak, stop. Mashina kapotiga o'xshayapti. Chunki xuddi shunaqangi shaklda. Tak, stop. Biz u yoqqa borib tekshirishimiz kerak va menda qurol yo'q. Agar u yerda biror odam yoki jitel bo'lsa, xo'sh, qani endi ketdik do'stlar. Olg'a gazni bosamiz. Qanaqangi gaz? Biz axir lodkadamiz. Qani mana bu yerda biror nima topa olsak kerak. Umid qilamanki va opa, ha, kirka turibdi ekan. Yaxshi, bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Bu yerda ham mayli. Faqatgina kirka bilan yaxshi himoya qila olmaymiz, lekin yo'qdan ko'ra bor. Qani ketdik. Bo'lmasa tosh kovlab yer tagiga kirib ketishimiz mumkin bo'ladi, lekin bu yerda botqoq, bizda lopatka yo'q, faqatgina kirka bor. Mayli, hozir ko'ramiz. Qani. Yo'q, qanaqasiga o'sha yerdan olib keldi bu yoqqa. Mana do'stlar, meni mashinam shu yerda ekan, lekin aynan o'sha jitelmikan deyishingiz mumkin. Ha, chunki kalit ona o'sha jitelda edi va mashina ham shurda turibdi. Qandaydir kapot ko'tarilib qolgan va tushira olmagan bo'lsa kerak. Tushunarli. Chunki bo'ldi do'stlar, endi ko'radi. Hoziroq men politsiyaga qo'ng'iroq qilaman va bu jitelni politsiyaga berib yuboraman. Undan tashqari, menimcha bilaman qayerdan aylantirib kelgan bo'lsa kerak. Xo'sh, mana bu yerda hozir bitta eski uy yonidan chiqamiz. Ana o'sha yerda katta yo'l bor. Aniqrog'i haqiqiy yo'l emas, shunchaki o'tish mumkin bo'lgan joy va mana shu yerdan haydab kelganga o'xshaydi. Tushunarli. Do'stlar, politsiya kelganda tomosha boshlanishi aniq, chunki u jitelni hamma qishloqdagi eng yaxshi jitel deb biladi. Men esa shunchaki politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Sizlar bilan men Drix bo'ldim va keyingi videolargacha xayr.